bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. İlgirki. Yani balavaqlarımdaki arzuyum dadamның izini besip meniş edi. Dadam bana daim sen yük avtomobili şoför bolanmaysan. Çünkü şoför buluş üçün şoförlük qenindili bar buluş gerek. Şoför buluş degen bək xatarlik hem müşkül iş. Her daim vaqa yüz berishi mumkin deydi. Xizmat sababidan doim sirt ishlayman. Uyda bolalarim, ota-onam va tuqqanlarim bor. Mening ularni beqish majburiyatim bor. Şoň men her güni at işekdek işleymen. Gün boyu yük maşinası haydap, bu yoqdan bu yoqqa yük taşıyman. Öydekiler bilen görüşemeydiğin günlerini ötküzüş en kıyın. Ondaq çağlarda günler nayet uzun tuyulup gitidi. Men kuniga 14 saatdan 16 saatgacha mashina haydayman. Barmoqchi bo'lgan joyga berib, yana kendimizga yenib keladigan gap. Men boshqa xizmatlarni sinab baqqan, lekin men ularning birini yoqtirmadim. Men keng ketgan yo'llarni yaxshi ko'raman. Erkinlikni so'yaman. Ben ba'zida uda 3-4 oyni yük mashinasida o'tkazaman. Uyimga qaytish uchun necha soat ketadi. Lekin ba'zida uyimdagilarni ko'rib olish uchun yarim kecha bo'lib ketsa-mu uyga qaytib ketaman. Meni akam yük avtomobil shoferi edi. Uning xizmat vaqti bek turaqsiz edi, ham u tamog'ini vaqtida yemaydi. Keyin u diabet kasali bo'lib qoldi. Keyin yana o'pka tuberkulyoz bo'lib qolib, o'lib ketdi. Şunun bilen ben onun oğlunu beqib aldım. Yerim keçip qaldı. Kişiler daim özün yaxşı görgen kesibni qilsang mangu xizmat qilmaysan deyishidi. Meningcha odam ishlagandila ondan tishlayalaydi. Şuna men tirishib xizmat qilganligimdan faxrlanaman. Ben şoförlükni qerib holimdan ketkichi davomlashtiraman. Uyga qaytib, osmondagi quyoshmi tog' keyniga elib ketdi nurini.
qeri şopur ketib borar oydinda manzil qilib yiroqdiki uyini. Men dunyoda arzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.